Ana bu Mirziyoyevni va uni xotini suratlari mana yonyapti. Birodarlar, mana bu O'zbekiston elchixonasi mana. Mana yerda mana yonyapti mana bu. Mana ifloslarning suratlari yonyapti bu yerda. Xullas kalom. Mana bu Mirziyoning urug' aymog'idan 3-chisi. Qizini surat. Bular xalq dushmanlari, millat dushmanlari bular. Buni Ardulesten. Ja. Du vill inte ta den. Jag vill kvar. Varsågod. Tack. Tack. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar ve lillahil hamd. Allah xor qilsin diktatorlarni. Ana oyog'imiz ostida yotibdi Mirziyoyevning surati, Iyamning surati, Inoyatovning surati. Ana qozonda bular yonib kuyib kul bo'ldi. Alloh bularni jahannamda kuydirsin. Bular bizning xalqimizning, millatimizning dushmanlari. Bular diktator. Bular bu vatanning, O'zbekistonning dushmanlari. Bular xalq dushmanlari. Ming afsus, xalqni o'zi hali ko'pchiligi bilmaydi bularni. Bulardan hali ham bu xalq yaxshilik kutadi. Hali ham bo'lsa bu xalq bulardan bir narsani umid qiladi. Biz ham umid qildik, kutdik. Bu elchixona bilan biz bularni odammikan deb o'ylab gapirdik, murojaatlar qildik. Siz deb gapirdik. Bir necha marta sizlar murojaat qildik. Bu iflos, harom Mirziyoyev bu gaplarga quloq solmadi. Bizni murojaatimizga javob kelmadi. Bizni bunga yozgan murojaatimizga elchixona javob beryapti. Elchixona kim bu? Bu masalada nega bular javob beradi? Sizlar kimsizlar? Bu masalada javob Mirziyoyevdan kelishi kerak. Prezident ma'muriyatidan kelishi kerak. Nega sizlar bizni